Bugungi xonadonimiz Yakkasaroy rayonida joylashgan. Nargiz, Asliya bozori yonginasida. Boshlab bo'ldingizmi? Mavzu boshlamang. Men endi boshladim. Birga boshlaylik bu. Assalomu alaykum azizlar. Yakkasaroy rayonidagi 4 xona uyda obzor qilamiz. 130 kvadrat, 3-etajda joylashgan uyimiz. Kelinglar. Obzorni boshladik. Zal va oshxona studiya formatda. Nargiz, sizga yoqadigan ranglar, klientlarimizga ham yoqadi bu qarang. Bu yoqda mягкий zona. Juda chiroyli. Bu yoqda oshxona, balkon. Eng yoqqani balkon bo'ldi. Tashqarida yashilligini qarang. Yashillik juda ham ko'p. Mana bularni qarang. Tosh qilingan hammasi. Uyimiz juda ham xolodilnik skritchi bor ekan. Patolog ko'ryapsiz, anchagina baland ekan patolog. Yurganingizda gilamlar yumshoqmi? Ha, Yumshoq. Turetskida chunki. Rasvetkalari ham chiroyli Ham tanlangan. skvoznoy, ham etazor koridori kattaligini qarang. Shkaflar yetarli darajada. Dahshat-a. Bu yoqda ko'ramizmi? Albatta. Xonamiz. Spalni. Spalni xonamiz, katta. Endi mana bu ayollarimizga mos keladigan joyimiz qarang, kengligini. Har bitta xonada konditsionerlar bor. Oynalari katta-katta ekan. Katta oynalari bor. Tomonga Matraslari, ham qaragan. pastellari qarang, juda ham zo'r. Qimmat, ha. Qimmat, Buni o'zi 100-150 dollar turadi. Turetski. Da. Ayollar ko'proq tushunadi bu narsalarga, ahamiyat bersa bo'ladi. Xo'p. Endi zal qismini ko'rsatdi. Bitta qattiq ko'rsatamiz. Bu yoq. Detskini ko'rsatamiz. Kelinglar, deskini ko'rsatamiz. Boblar. Detski xonamizning rangini qaranglar. Shkaflarni qarang, dizaynni zo'rligini. Shkaflari baland. Mana bu joyga kitoblar, hammasi qilsa bo'ladi. Mana buni o'yinchoqni qarang. Klientlar qaysi biri olsa shuni o'g'liga berasiz, podarka qilib. Zo'r ekan. Mana bular nejniligini Qarang, bu ham yana ko'ryapsiz, hajmini 1,5 talik, kichkina emas, katta odam ham yotsa bo'ladi, bemalol. Va dizayn projekta qilinganligi uchun juda ham chiroyli chiqadi. Mana bu lampalarni qarang, Odilxo'ja aka. Chiroyli. Qanaqa chiroyli qilib. Alloh nasib qilsin hammaga. Shu videomizni ko'rayotgan insonlarni hammasiga nasib qilsin shunaqangi fayzli xonadonlar. Niyat qilganlar. Nargiz, endi qattiq ko'rsatamiz. Sanuzillar, masalan. Sanuzilimiz. Shkaflari ko'p, hamma narsalarni joylab qo'ysa bo'ladi. Sanuzilga ham kestirib joylab qo'yishgan. Ha. Akkuratni qilib. Ko'rinmaydigan qilib akkurat. Xo'p, bu yoqda esa master spalnimiz ham bor. O'zini sanuzili bilan birga. Kengligini qarang. Bu yoqda sanuzilimiz ham bor. Master spalni sanuzili o'tdi. Bu yoqda esa dvorlarimiz ko'rdingiz, yo'llarimiz zo'r, institutda oldi, lokatsiya zo'r. Lokatsiya zo'r. Tekisini ishpan bitta. Bozor, askiya bozor. Bu yoqda Rakat masjid. Bu yoq Bobur park. Har tomonlama odobli. Вообще zo'r Qayerga lokatsiya. boraman desam. Da. Shkafni qaranglar. Mana bular patologgacha shpon hammasi qilingan. bular, lov qarang. Ichiga ham ko'p narsa ketadi. Juda ham chiroyli qilingan. Sizga yoqdimi? Yoqdi, menga Odilxo'ja aka. Meni fikrimcha klientlarimizga ham yoqadi, chunki albatta yoqadi. narxi ham zo'r narxda. Narxi ham, o'zi ham, lokatsiyasi ham. Narxini aytamiz klientlarimizga. Narxi 240 ming. Kelishtirib beramiz. 130 kvadrat 3-etaj do'stlar. Bu hamma yo'lda maksimalni ko'rsatib berdik. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa Nargizaxon yoki menga telefon qilsalaring bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, shunaqa uylarda yashash hammamizga nasib qilsin. Like bosib qo'yinglar. Like O'zingiz qo'yinglar. Podpisatsiya bosib qo'yinglar. Telegramga o'tib qo'yinglar. Xayr. Ketdik. Like bosib qo'ying. Abbos sen endi.